Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz Yari TV'ni ko'rgan muxlislar, xush kelibsiz kanalimizga. Mana bu yerda yerlarga qum to'kilgan edi, ya'ni taq mashinada qum to'kilgan, ya'ni yer yaxshi hosil beradigan nimada to'kilgan. Do'stlar, videomizni ko'rishdan oldin bitta like, bitta obuna tugmasini bosinglar, ko'raylikchi shu qancha like to'playdi do'stlar. Obuna bo'lishni ham unutmanglar. Mana bu belda yayrab chiqamiz, ya'ni belda to'zdirib chiqamiz buni. Ya'ni bu to'kishdan maqsad mana sho'r yerlar bor, yer qotmaydi, sho'r yerlar, urug' bermaydigan joylarga mana shundan to'ksa, bemalol urug'i ko'karib chiqadi, yerni shirin qiladi sho'r yerlari. Mana do'stlar, keyin ikkinchi yer ham qotmaydi. Mana mayda qumdek bo'lib turadi traktor haydagandan keyin ham. Mana shunaqa qishloq ishlari. Do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Ko'raylikchi qancha trendga chiqadi shu videomiz. Mana har bir kishi bitta mashinani to'kib ketganini yayratyapti belda. Do'stlar, buni har bir mashinasi masalan nimadan ishlaydi? Masalan, ko'tarak olsa, uni har bir nimasini ya'ni 10.000 so'mdan tashib beradi, 10.000 so'm. Mana shunaqa joydan 10.000 so'mdan. Mana bu qarib 160 ta mashina qum to'kilgan do'stlar, 160 ta mana shundan. Yerga juda ham foydasi ko'p. Bu devor ostiga ham to'kiladi do'stlar. Mana uy joylarga ostiga mana shundan to'kiladi qumdan. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana bu ham Afg'onistondagi dehqonchilik ishlari bo'ladi. Hozir bug'doyga tayyorgarlik. Ozgina kechga qoldi bug'doy. Mana shu oy oxirigacha ekish kerak bug'doylarni. Mana do'stlar, bu ham qum yayratish. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing do'stlar, mana qishloq ishlari. Bug'doy ekishga tayyorgarlik. Bug'doyga esa mana shunaqa yer qattiq bo'lsa yo sho'r bo'lsa, mana shunaqa qum to'kishadi. Mana bu yerda bittasi ortda qolib ketgan. Mana bu ham ertalabdan yayratgan joyimiz qumni.